ataylab qachon yig'ilamiz bundoqa? Yig'ilamiz. Qana Ikromjonning 18 kuni to'yga kelib sizlar bilan so'rashib, mana Abdumalik yangi. Bu yangi kishi. Ha, ya tanishdik. Abdumalik. Shoydan ekan. Bahriddin keldi. Qolganlar kelmadi, ama bilib qo'yinglar. Endi yoshlar baxtli bo'lsin, duo qildik. O'zlar ko'payishib, juval bo'lsin. To'ylarda tashqari ham uyushtiramiz, aholiga o'tirishlarni. Mana yaqin bir kadam ekan. Uni so'radi. Shunaqa qilamiz. Masak bo'lmaydi. Shunaqa qilamiz, xolasa. Hamma birodarlar, ha. Yo'q, bemalol. Yo'q, ey. Bilmadingmi? Turomjon. Hammalarga salom. Borganda hammasi bitta bir manga tashlaylik. Baba, ana. Nozimada bo'lganman. Qayda o'tirganlar qudalarmidi boyagi? Narigi stoldagilar. Narigilar qudalar. Siz chaqiramiz deb qolib, ular yo'q, bataf qolib, undan vaqt o'yinga tashqarida gaplashamiz deb hozir chiqib keldik. Hamma yo'q deb eshitdik boshqacha. O'shanga kunamiz ketyapti, bag'ridan ham hali tarafga borib kelmasam, sizgacha boshim qaynab ketdi deb. Men o'zim ishni olib qoldim kecha. O'zi kecha issiqman bo'layapti. Chidolmadim men. Kechga kelib boshim zirqirab, Xuftonda ham o'qiy olmay qoldim. Voy, Xuftonda o'qiy olmay. Kechasi Mashhaddan nechaga ketdim? 1da ketdim. Rahim mamam jurnal aytdi, yetib kelmasam keyin ko'rishamiz shunaqa haligi o'sha yoqda Perimda. O'sha xabarab kelmasam deb bilet juda qiyin bo'ldi, ularga bo'lib qoldi. Endi kelsa bir yana o'sha xudo xolasa xotirjam o'tiramiz. Mana shular bir yoqlab qoldi. Endi bir bunday ora-orada bir to'planib bir joyda o'tirib turamiz. Ha, shaqlar. Bir alayniga tashang. Qani kelinglarchi, kim qayda deb. Biror kunga bir yig'ilaylikda biror joyga borib, o'zimiz bemalol o'tirdilar. Haliga o'tirib yetib qilaylik. Oltoy oldindanmikan? Fariddan Oltoy oldindan. Ya 1 yilmi? Yo'q, bu 84 Ikkinchi batalyonda ikkinchi o'tadi bo'lgan. Ha. Kelarding bunday qilib avtomatik ko'tarib. Duo qilib qaytamiz. Yaxshi yashayapti. Mana yeb ishda yoshlar baxtli bo'lsin. To'ylar bo'lsin. Amin, baho olasiz. O'tda katta rahmat. Hapomislar. Nima bo'lganda men ham ishim bekor edi bugun. Endi ishlarim billa aytmasa qoldim. Biz uchun ko'rish qolgani u. Endi biz nimani qiling mana uni. Bir kunga bir ey hammamiz qaysi kunga deb chiqaring. Chaqlamiz. To'planaylik bir yaqin joyda daryo bo'yidami. Baba yig'ilishda ular borganda hamma tep-tep. O'sha bo'ldi endi. Bir kishi bo'yniga olishi yo'q. Yo'q. Hammamiz teng. Hozir ko'pchilik o'sha olib ketdi bizlar. Kelamiz. O'shanda Atulloh, ayollar o'sha o'tib ketdi. Ha, ajrashib. Bo'pti, yaxshi sizlarga. Bo'pti, rasa shoshilinchlik ada bo'lyapti. Barida. Yoshnaqa. Bo'pti, oshna. Baxtiyor bilan gaplashuvdim. Kelaman degdi. to'g'ri bormi? Nomer qaynag'asi mana shu yerda, qaynag'asi shunday telefon qilib gapirdim. Nomerni yozib bergan, hozir gap bilan shunday ketdigida. Ha, Namanganda. Eski uyda bo'lsa-ku, o'zi eski uyda ko'rganman, to'g'ri. O'sib ketmagan. Bo'pti, yaxshi o'tkazoy, Ikromjon. Bo'pti. Arzon. Hammaga Yaxshi o'tkazoy. salomat bo'linglar. Sen ham haliga ularga o'xshab bir yilda bir marta ko'rinadigan bo'lmay o'yla. Shunda turadi. Yordamda o'tib ketsa ham bozorda ancha ketaveradi. Komandani o'rgatib qo'ygan, faqat Mashina olib kelarmikan? Mashina olib kelarmikan? O'sha bormi? Ha, hozir qaytdi. Ertaroqda borib sotib qizib ketsa
boshimga qarab kecha chidamay ketdim. Men o'zimdan ishimdan chiqib qolibdi, bo'lmasam sinfdoshim. Men 8da 9da bo'lgan haligi muborakda hozir kirsam telefonni ham olmadi, chaqirsam chiqmadi ham, qayda ekan hayron bo'ldim, boshlab kelaman dedim. O'zimizdan o'sha 9-rotada bo'lgan. O'tgan sababim hayollar ko'tarilib qoldi. Haligi uzoqdan istirib biz oldimizdagi esdan chiqarib qo'ydik. Burmatovada bo'lgan Nomajon bor edi, ancha o'tib ketdi Nomajon, Svyaziz. Moskvada shu Baxtiyor bilan bo'lgan ular bilan. Qani chiqinglar. Bo'pti. Yaxshi yeb qolinglar, salomat bo'linglar. Telefonlashamiz. Ha, albatta, bo'pti. Kiranbay. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Bu obzorimiz 1985-87 yil Sverdlovsk oblast Idil shahrida Idil tur o'yinchasi 6602 da xizmat qilgan barcha do'stlarga tegishli. Mana biz yaqindan beri ancha-muncha do'stlar bilan topishib, xabarlashib, uchrashishni boshladik. Xudo xolasa, mana yaqinda bir oy oldin Chuqurganda Rahmiddinni to'yida bo'ldi, qiz chiqardi. Mana bugun 18-iyulda Kamol Ikromboyni qizini uzatish to'ylarida ishtirok etib, mana yo'qlab, duolar qilib, yoshlarni tabriklab keldik. Endi mana Bahodir Chuqurgandan keldi. Rahmiddin ayrim sabablarga ko'ra Perimga borib kelaman deb Perimga uchuvdi. 12-da kechroq uchuvdi, yetib kela olmadi. Amakisi o'sha yerda sal mazasi yo'q bo'lgan ekan, kelib ket degan ekan xabar olgani. O'shanga majbur borib kelaman deb to'yga yetib kela olmadi. Chustdan Azamjon Rajamatov, Qo'qondan Oltiariqdan Mahkamov Muhammadjon. Mana yaqinda 23 bitta bahorda mayda asab gulbayram boshlanganda Xorazmdan kelib ketishdi. Rajab og'a Bahriddin bilan birga bo'lgan polkda Qoraqalpoqdan Zokirjon Rajab og'a ikkalasi kelib ketishdi. Oilalar bilan Bahriddinnikida mehmon bo'lib, Baliqliko'ldan Ortiqali, Popton Muxtarali ular bilan ko'rishdik. Telefonda gaplashdik. Mana Xorazmdan ko'p xizmatdoshlar bilan, bizdan 6 oy oldin akalar bilan, Yo'ldosh To'lqin aka, Sharipovich, Ro'zibekov, Shohnazar bilan gaplashdik, topishib. Endi ular ham xohlasa vaqt topib aylanib kelishadi. Kuzga yaqin biz boramiz, u yoqqa nasib qilsa, shunaqa qilib uchrashuvlarga yo'l qo'yamiz. Endi men mana o'zimizga atrofdagi dam olish joylarini xudo xolasa kecha syomka qildim. Endi bugun erta obzor qilib e'lon qilaman. Ko'rasizlar. Kimda qanaqa variant bor, shunaqa dam oladigan, yig'iladigan yaxshi joylar bo'lsa, ovozga qo'yib qayga kelishdi bir maslahat qilib. Endi bundan buyog'i mana iyul yarimdan o'tyapti. Avgust, sentyabr ob-havolari mana salqinlab qoldi. Xudo xolasa hammaga bir taklif qilamiz, bir joyga yig'ilib gaplashib o'tirishdi. Xudo xolasa xotirjam. Shuning uchun mana video obzor qilib videoga yuklamoqchiman. Bu obzorimizni yangi ko'rganlar, taniganlar xabarlashsin, telefonlashsin, bizga qo'shilishga chaqiramiz. Xudo xolasa men o'zimning nomerimni qo'yaman. Telefon qilishlaring mumkin. YouTube'da
YouTube'da hozir kanalimiz universal bo'lib qoldi. Yangi nomga almashtirdim. Norin Agrabog'ida. Norin Agrabog' bo'yicha ikkinchi kanalim bu universal bo'lib chiqayapti. Bahodir telefon qilib qo'yaman. U ham Norin Agrabog' bo'yicha ko'ryapti. Ikkita kanal bir xil bo'lib qolmasin deb otini o'zgartirdim. Sverdlovsk 1985-87 quroldoshlar birinchi, ikkinchi, uchinchi qism qilib chiqaryapman. Kuzatganlar, tanish bilishlar. Samarqandda mana do'stlar bor, bizdan kichkina Shavkatjon, Razzoqov, Sherali, Bozorov bor bu yoqda mana kitobdan mumkin. Shahrisabzdan Bardayevlar bor. Ko'pini hozir eslab olmaymiz. Shular agar YouTube'da kuzatib qolsalaring, albatta biz bilan aloqaga chiqib qo'shilinglar. Endi yana bitta Xorazmdan Fahriddin og'a 84-86 yil xizmat qilgan. O'sha bizda nimada 6602da videoda o'sha iltimos qildi. Birinchi shu bizda do'stlarni topishga shu odam sababchi bo'ldi. YouTube'da birinchi bo'lib shu odam kuzatib, keyin mana shu Yo'ldosh To'lqinboy Rajab og'alarni tanir ekan, shularga telefon qilib shular orqali topishdik. Endi shu Fahriddin Bobojonov bir iltimos qildi. Mana 3 ta xizmatdoshlarni istayapti. Rasmlari yo'q ekan. Ulardan ism familiyalarini aytib qo'yaman. Taniganlar shu odamlarni adresini bir topishga yordam berib olsa yaxshi bo'ladi. Mana shu Fahriddin og'ani iltimosini bajara olmay turibmiz, lekin shu odamlar topolmasdan. Birinchisi Dadajonov Zokirjon. Chus pop shu atrofdan deb taxmin qildi. Ikkinchisi Boyqo'ziyev Muhammadjon. Uchinchisi Mavlonov Nizomjon. Ular ism familiyalarini bilar ekan, bor ekan, adreslari yo'q ekan. Baklog'lar yo'qolgan ekan, shunga mana shu uchala odam Dadajonov Zokirjon, Boyqo'ziyev Muhammadjon, Mavlonov Nizomjon. O'sha 1984-86 yilda xizmat qilgan bular. O'sha Idil 4da. Lozvada xizmat qilishgan. Lozva degan o'sha shaharchada. Xo'p, kuzatinglar. Universal kanalimiz xizmatda. Quroldoshlar yangi mavzuda ko'rishguncha